Sergeli tumanining 5 yulduzli Sug'diyona degan mahallasiga kelganmiz. Bugun sizlar bilan birgalikda 2,5 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu burchedagi uyni ko'rib chiqamiz. Okalarimiz lekin uyni qurib qo'yishibdi. Hozir proyektni ichkariga kirganda o'zingizlar bitta baholab ketasizlar. Yaxshi niyatda 2026-yilda mana shunaqa yangi uyga ko'chaman deganlar videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Hammamizga nasib qilsin. Endi kelinglar, tashqaridan tushuntirishni boshlar ekanman. Bu yoqda kattagina juda ham bejirim darvoza qo'yib qo'yilgan. Mana hozir bolalar sekin ochishyapti. Keyin yana bir ma'lumot, bu okalarimiz kabelni tashab ketilgan ekan. Xohlasanglar buni avtomatlashtirsanglar bo'ladi. Bu bo'yicha sizlarga ISAP Security kompaniyasini tavsiya qilaman. Shunda mashinada kelayotganingizda pultda yoki telefoningizdan prilojeniydan bitta bosasizlar, eshiklar ochilib turadi, ichkariga kiraverasizlar. Keyin bitta bossanglar, yana o'zi sekin yopilib oladi. Xullas zo'r qulaylik. Xo'p, tashqari tarafda yashil hududlari bor, kiraverishni ko'ryapsizlar. Kattagina, keng, yopiq darvozaxona qilingan. Menimcha bemalol hovlimizda mana bu darvozaxonaga 3 tagacha katta avtomobil sig'adi. Endi binoga kiraverish bu yoqdan asosiy eshigi bo'ladi. Alohida to'xtalamiz binoning ichiga. Devorlardagi ishlatilgan dekoratsiyalarga alohida baho berib qo'yasizlar va uyimizni navesimizdan to'g'rirog'i mana bu oxirgi qismida yozgi oshxona juda chiroyli, akkuratni yasab qo'yilgan, hamma sharoitlari bor ekan. Uyga kirganimizda endi bu yoq hovlini ko'radigan bo'lsak, to'rtburchak yashil hudud uchun joy ajratib ketilgan. Uyimizda burchak bo'lgani uchun mana bu yon tarafdagi ko'chaga ham bitta kichkina eshik qo'yib qo'yilgan ekan. O'zi bilasizlar, burchakdagi uylar juda chiroyli bo'ladi. Hovlimiz uchun mana bu burchakda bitta hojatxona ham qurib qo'yilgan. Mana marhamat, hovlidan imoratimizni ko'rishingiz mumkin. 2 qavatli imorat, 350 kvadrat metr kattalikda deyishyapti. Endi ichkariga kiramiz. Ketdik. Binoning ichki qismi neoklassika va minimalizm stillarini uyg'unlashtirib ta'mirdan chiqarilgan. Juda chiroyli va yoqimli chiqibdi. Endi binoga kirib kelar ekanmiz, o'ng tarafdan xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Bu birinchi bo'lib ayollarimiz uchun mo'ljallangan shinamgina katta, yorqin oshxona bo'ladi. Oshxonamizni mana bu yoq burchaga kafillardan chiqarib qo'yilgan. O'zingizlar xohlaganda mebellarni zakazga yasattirsanglar bo'ladi. Endi asosiy eshikdan kirganimizda chap tarafda zinalarimiz, binoyimizning tegi yer to'lasida uyimizning isitish tizimlari joylashgan va bitta xona shunga moslashtirilgan. Endi marhamat, mehmonxonaning yonginasidan navbatdagi xona. Menga yoqdi mana shu xona, sababi romlari rosa ko'p, qaranglar. Uyimizda burchakda bo'lgani uchun ham bu yoq taraf va oldi tarafda romlari yorqin, kattagina, ranglari juda bir zamonaviy ranglardan foydalanilgan mehmonxonani ko'rdik. Endi buni yonginasidan mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan bitta hojatxona, tahoratxonani ko'ramiz. Rakvinalari, bide unitazlari bor. Mana shunaqa kattagina, keng ekan, zo'r. Mana bu yoqda kommunikatsiyalarga, ya'ni kir mashina qo'yish uchun kommunikatsiyalar qoldirib ketilgan. Uy egalari endi bemalol o'zligi xohlagandek foydalanishadi. Va birinchi qavatimizdagi bu oxirgi xona ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona desak bo'ladi. Sababi bu xonamizni mana bu yoq burchagida o'zini sanuzillar bilan birgalikda bo'lyapti. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda umumiy hisobda 4 ta xona va bitta katta hol bor. Agar xohlasanglar, mana shu o'rtadagi holni bemalol o'rtadan bitta peregorodka qilib, alohida xona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Lekin shaxsan o'zim bu joyni shunday ochiq qoldirgan bo'lardim. Divanli zonalar qilib, televizorlar qo'yib, maza qilib ana oilaviy o'tiriladigan joy qilib qo'ysa zo'r ekan. Mana shunaqa holatda qoldirishgan, bo'lib olish imkoniyati ham bor. Endi zinadan chiqdik. O'ng tarafdan xonalarni ko'rishni davom etamiz. Ikkinchi qavatimizdagi bu birinchi xona, ikkinchi qavatdagi hamma yotoqxonalarning o'zini ichida sanuzillar bilan birgalikda bo'ladi. Bu ichkarisidagi sanuzili bo'ldi. Endi buni qarshisidagi navbatdagi xonaga kiramiz. Bu ancha katta ekan. Bu tarafda to'q rangli aboylardan foydalanilgan. Hamma xonalarimizda radiator plus yo'laklarimizda tepli pol qilingan. Bu xonamizdan ham bu yoq burchagida o'zini sanuzillari bor. Umumiy hisobda 6 ta sanuzil ekan uyimizda. Mana zinadan chiqdik, endi chap tarafga o'tamiz. Marhamat. Ana mehmoni ko'plar bo'ladi-yu. Mana shu ikkinchi qavatdagi bu 3-xonamiz, mehmonxonaning tepasidagi yana bitta katta xona. Xohlasanglar buni ikkinchi mehmonxona qilasizlar. Bir xil ayollarga alohida, erkaklarga alohida mehmonxona kerak deyshadi-ku. Mana shuning uchun juda ham zo'r variant ekan uyimiz. Va bu yoqda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzil, unitaz, rakvina, bu yoqda dushovoylari va sushilkalari qo'yilgan. Mana bu yoqga bitta parda yoki oyna qo'yib yuborilsa, menimcha yanada zo'r bo'ladi. Endi ikkinchi qavatimizdagi oxirgi 4-xona bu ota-onalar uchun mo'ljallangan burchak. Bu yoq tarafda 2 ta rom, yon tarafda bitta. O'zi qaranglar, svetlarni yorug' emas,
tabiiy yorug'likni o'zi xonani juda ham bir yorug' qilib turibdi. Ikkita radiatorlar qo'yilgan va bu xonamizni ham mana bu yoq burchagida biz o'zini yuvinish xonasini, sanuzellarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi narxi necha pul ekan deyotgan bo'lsanglar, aynan sizlarga ko'rsatgan burchakdagi uyimizni $228,000 so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Bu uyimizning shundoqqina yonginasida yana xuddi shunaqa proyektda ikkita yonma-yon qurilgan. Qiziqqanlar bilasizlar, har doim joy egalarini, nomerlarini video ostida qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Aniq lokatsiyani bilmoqchi bo'lsanglar, biz Telegram kanalda lokatsiyani tashab qo'yganmiz. Biznesmen akalarning diqqatiga Uchtepa tumani 24-kvartaldan noturar joy sotuvga qo'yilgan. Mana bu asosiy chorrahani ko'ryapsizlar. Bu yoq tarafimizda ko'pchilik biladigan Vatan kinoteatr. Mana shu kinoteatrimizning orqa tarafida 16.6 sotuv joyimizda sotuvda oldi tarafdagi joylarni ko'ryapsizlarmi? Hozirgi kunda ishtirafnoy plashatka bo'lib ishlab turgan ekan. Egalik huquqlari 100% o'tkazilgan deyaptilar. Endi yana o'zingizlar kelib bemalol dokumentlarni tekshirsanglar bo'ladi. Fasad razmerimiz 17 metr ekan, uzunligiga 98 metr ketgan. Marhamat, ichkaridan ham kirib ko'ramiz. Qing'irqiy shu joylarni ko'rmadim. Yana o'zingizlar endi kelib ko'raverasizlar. Shu uzun ketgan joy ekan. O, nariyoqda oq binoni ko'ryapsizlarmi? Mana shu atrofda yashaydigan mahalla fuqarolari tepa qo'yilgan ekan. Bu aynan bizning yerimizning hududida joylashgan. Endi yana kelib, yana o'zingizlar bemalol hammasini batafsil nima qanaqa so'rab olsanglar bo'ladi. Dokumentlari bo'yicha muammo yo'q deyishyapti. Egalik huquqlari o'tkazib qo'yilgan, notariusga tayyor ekan. Qiziqqanlar uchun bilasizlar, har doim joy egalarini, nomerlarini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Uyimizni agar kvadratga bo'lib ko'radigan bo'lsak, 1 kvadrati patkulch uchastka $933 dan chiqyapti, qadrdonlar. Ayni damda Sergeli Xonobod Xontepa mahallasiga kelganmiz. Okalarimiz 1.6 sotiqdan ikkita yonma-yon uy qurib qo'yishibdi. Men o'zim maza qilganim mana shu oldidagi joy bo'ldi. Kattaligini qaranglar. Agar o'tini bemalol mashinalarni ko'chaga ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Endi uyimizga bu yoqda kattagina darvoza, mana hozir bolalar qo'lda ochishyapti. Bu darvozalarni avtomatlashtirish iloji bor. Mashinada kelganda pultni bitta bosasizlar, o'zi ochiladi. Bu bo'yicha Isab Security kompaniyasini tavsiya qilaman. O'zligi kelib chiroyli qilib darvozalarni avtomat qilib berishadi. Endi marhamat, uyga kiramiz, kiraverishimiz kattagina baland naves ostida darvozaxona, bitta mashina qo'ysak bo'ladi. O'rtadan asosiy kiraverish eshigi, kirganimizda o'ng tarafda shinamgina yozgi oshxona yasab qo'yilgan ekan va hovlimizning bu yoq burchagida hovli uchun bitta hojatxona ham qurib qo'yilgan. Hovlimizning bu yoq qismida kichkina bo'lsa ham yashil hudud qoldirilgan. Imoratni ko'rib endi o'zingizlar bitta baho berasizlar. 180 kvadrat metr kattalikda. Bizda bo'lsa ichkariga kiramiz. Qani ketdi. Imoratimizning ichki qismi neoklassik uslubida ta'mirdan chiqarilgan. O'ng tarafdan xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Bu mana shunaqa kattagina, keng, yorqin oshxona bo'ladi. Uyni qurgan okalarimiz aytishyapti. Bonusiga mebel texnikalarni ham qilib beramiz deyishdi. Endi buni qarshisida navbatdagi xonani ko'ramiz. Buni endi oilaviy, ya'ni ovqatlanib, choy-poy ichib o'tiriladigan xona qilib qo'ysa bo'lar ekan. Xohlasanglar yotoqxona qilsanglar ham bo'ladi. Birinchi qavatimizda marhamat umumiy yuvinish xonasini, vanna xonalarini ko'radigan bo'lsak, endi bu tarafda zinalarimizni, uyimizning yerto'lasida ham bitta katta xona bor ekan, ta'mirdan chiqarib qo'yilgan, u yoqdan ham foydalansanglar bo'ladi. Endi kirib kelar ekanmiz, to'g'rida kattagina mehmonxona, mehmonxonamizning orqa tarafida kichkina havo aylanishga joy qoldirilgan, eshiklar ham qo'yilgan. Endi mana remontlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Kattagina mehmonxona. Bizda bo'lsa ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda umumiy hisobda 3 ta xona plus sanuzel bo'lyapti. Zinadan chiqdik, o'ng tarafdagi xonani ko'ramiz. Kattagina keng xona, o'zini balkonlari ham bor. Bu xonamizni isitish tizimlarida radiatorli plus yo'laklar to'pli bo'l qilingan ekan. Endi zinadan chiqqanimizda chap tarafdagi xonani ko'ramiz. Kattagina xona ekan, mehmonxonamizning tepasi. Endi xohlasanglar ikkinchi mehmonxona qilasizlar, xohlasanglar kattagina yotoqxona qilib ham foydalanish imkoniyati bor. Oxirgi bu tarafda bolalar uchun mo'ljallangan 3-yotoqxonani ko'ramiz. Mana shunaqa ko'rinishda va buni yonginasida biz umumiy ikkinchi qavatimizdagi yuvinish xonasini, hojatxonalarini ko'rishimiz mumkin. $168,000 so'rashyapti. Binoni kvadratiga bo'lib ko'rsanglar $933 dan tayyor imoratimiz bo'lyapti. Qiziqqanlar uchun bilasizlar, har doim joy egalarini, nomerlarini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Uchtepa tumanining 5 yulduzli Cho'ponota mahallasiga kelganmiz. Izzaga o'rtoqli 3.1 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan baquvvat mana shu xonadonni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlar bitta like bosib qo'ysanglar, men narxlari bilan aytib o'taman. Yon atrofdagi qo'shnilarni ham uyini bitta ko'rsatib qo'yaveramiz. Mahallamizda xullas kommunikatsiyalardan umuman muammo yo'q. Qani ichkariga marhamat, sharoitlarni lekin boplab qo'yishgan. Kiraverish
yopiq darvozaxonamizni tepli pol qilingan ekan. Hozir issiqqina bo'lib turibdi. Qo'yilmasizlar, imoratga haqiqatda rosa pulni sarflashgan. Kirvurish asosiy eshigi bo'ladi. Endi bu mehmonlar uchun mo'ljallangan bo'lsa, oldidan ham binoga kirish eshigi bor. Endi birinchi ko'radigan xonamizni mana shu darvozaxonamizni tugashida oshxona qilingan ekanda, zo'rda. Mana shu yerda yog'li ovqatlarni qilib, bu yerda o'tirib ovqatlanib, sekin o'qishga, ishga ketaveriladi. Marhamat, hovliga chiqarishda hamnaqa eshik romli qilingan, setkalargacha qilingan ekan. Qo'yilmisizlar? Endi mana hovlini ko'ringlar, to'rtburchak yashil hudud uchun joy ajratib ketilgan. Imoratimiz 2 qavatli, buni yer to'lasi ham bor. Hovlidan ham tushsak bo'ladi, uy ichidan ham tushsak bo'ladi. Xonalarga ajratib qo'yilgan. Endi o'zingizlar bitta baho berasizlar. Shu taxminan 5-6 yil oldin qurilgan deyishyapti. Uy egalari kelib yana batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. O'zi mana qurilish tushunadigan, uyni tushunadigan akalar bitta ko'rganda bilishadi-da, uy qanaqa qurilganligini. Bu yon tarafdagi oshxonani ko'rdinglar, buni yonginasida bitta hojatxona joylashgan. Biza bo'lsa ichkariga kiramiz. Mana hovlidan ham binoga kirsa bo'ladi. Binoga kirishimiz bilan kattagina keng hol, divanli zona qilib qo'yilgan. O'ng tarafdan xonalarni ko'rishni boshlar ekanmiz. Bu yoqda ota-onalar uchun mo'ljallangan, o'zining ichida sanuzullari bilan birinchi xonamiz bo'lsa, buni yonginasida birinchi qavatimiz uchun umumiy bitta hojatxona qilingan ekan. Mehmonlar uchun kiraverish eshik bu tarafda bo'ladi. O'ng tarafimizda zinalar. Boya aytganimdek, yerto'laga uy ichidan ham tushsak bo'ladi. Endi marhamat, kattagina keng, konditsionerlari bor, stol-stullari bor. Mehmonxonani qaranglar, lekin remontlari ham dodda ekan. O'zi uylar bilinadi-da, haqiqatdan yashash uchun qurilgan uylar. Ikkinchi qavatga chiqib oldik, ikkinchi katta holni ko'rasizlar. Hol orqali bu yoqdan ko'radigan xonamiz o'zining ichida sanuzuli bilan yotoqxona bo'lsa, buni yonginasida umumiy hojatxona joylashgan. Zinadan chiqqanda o'ng tarafda kattagina keng ikkinchi mehmonxona. Mana qaranglar, juda chiroyli, bir hashamatli qilib ta'mirdan chiqarilgan mehmonxonamiz. Umumiy hisobda ikkinchi qavatda 4 ta xona bor. Xo'p, buni yonginasidan navbatdagi xonani ko'ramiz. Bu endi bolalar uchun mo'ljallangan. Buni yonida ikkinchi qavat uchun umumiy vanna xona, yuvinish xonalari bo'lsa, buni yonginasida navbatdagi bolalar uchun mo'ljallangan xona. Qadrdonlar, 295 ming dollar so'rashyapti. Zo'r lokatsiya. Endi tepasida kelib savdo qiladigan bo'lsanglar, albatta kelishiladigan joylar bo'ladi.